Endi qachon bunga tayyorlash kerak? Bu bola nimani bilish kerak maktabga kelganda degan savol beradigan bo'lsak, ya'ni u masalan 7 yoshda 1-sinfga chiqish kerak. 7 yoshda 1-sinfga chiqish kerak. 7 yoshda 1-sinfga chiqib o'qishni boshlash biologik nazardan ham aytaylik, Yaponiyada deymiz, Koreyada deymiz, bolalarni 2-3 yoshdan o'qitishni boshlashadi deymiz. Islom dini nuqtai nazaridan ham juda kech. Nihoyatda kech. Nihoyatda kech. Biz agar avlodlarimizni, ajdodlarimizni hayotiy yo'llariga qaraydigan bo'lsak, juda ko'plari 5-6 yoshda nafaqat yozish yoki o'qishni bilgan. Bular Qur'onni yoddan bilgan. Ko'p olimlarimiz 6-7 yoshda o'zini aytaylik, o'zini tilidan tashqari arab tilini mukammal bilgan va Qur'onni to'liq o'qib, yodlab, tafsirini ham tushungan darajada bo'lgan. 6-7 yosh vaqtida. Endi shu davr hozir qaytib kelyapti. Ya'ni bilim olish vaqtliroq boshlanish kerak bo'lgan davr qaytib kelyapti. Maktabga bugungi kunda agar bolalarimiz muvaffaqiyatli bo'lishini xohlasak, qancha vaqtli bola yozishni, o'qishni, sanashni boshlasa, qancha vaqtli farzandlarimizni nafaqat o'qish, yozish, sanash, balki kreativligini, mustaqil fikrlashini, tanqidiy fikrlashini rivojlantira boshlasak, shuncha yaxshi.